2025-yil oxiri va 2026-yili yanvar va dekabr oylari umra safari necha kun bo'layapti? Do'stlar, necha kun reyslar bo'layapti va hozirgi paytda men Central Holding kompaniya ofisiga kelganmiz. 0014 litsenziya bilan ega do'stlar, bemalol MyGo'dan, Ygo'dan yana nimadir go'larni tekshirsangiz bo'ladi. Xo'p, Abduvohid olgan. Assalomu alaykum Abduvohid. Abduvohid, reyslarimiz necha kun bo'layapti? 14 kun bo'layaptimi o'sha? Xo'p, 14 kunlik umra safari bo'layapti. 14 kun bo'layapti. Xuddi shunday. Xo'p, endi 14 kun ichida tushunishim bo'yicha mana bu narsalar bepulga berilyapti. Shunaqa. Ya'ni bitta nimcha bepulga beryapmiz do'stlar. So'mgacha bepulga berilyapti. Bejiga ham bor. Bejiga ham bor, bitta aynan Abduvohid o'zining nimalariga bo'yinbog' beriladi. Do'stlar, bu bo'yinbog' o'zi qimmat narsa. Yaxshi yomon tomon do'stlar, haligi samolyotga ketganda aza qilib ketaverasiz do'stlar. Bu faqat Abduvohid nimasi, o'zining turlari, o'zining obunachilarga beryapti. Xo'p, endi reyslarimiz necha pul bo'layapti? Xo'p, hozirgi paytdagi dekabr oyida narxlarimiz $1075 dan bo'lyapti Oybek aka. $1075 Undan tashqari bonuslari ham bo'lyapti orada. Bonuslar ham bor. Bonuslari bor. Xo'p, yanvar oyiga necha pul bo'lyapti reyslar? Yanvar oyiga xudo xolasa katta ehtimol bilan mana narxni ushlab turishga harakat qilyapmiz. 1075 chunki yurtdoshlarimiz o'zlari bilishadi, yilning boshi eng sezonda cho'qqiga chiqqan payti. Gostinitsa ham oshadigan payti, samolyot ham oshadigan payti. O'shunda ham bir xil ushlab turish harakatida bo'lib 1075 yo 1100. Ikkovidan bitta. Masalan 25 bilan farq qiladi hozir. Katta rangda qilmaydigan bittamiz. Xo'p, 14 kun reysimiz. Necha kun Madinada, necha kun Makkada? Hop, Makka Madina ham boradi, 2 kecha, 1 kunduz Madina ham boradi, 11 kecha Makka ham mukarramada. Xo'p, ota-onasini umraga jo'natmoqchi bo'layotganlar, men to'g'risi Alloh nasib aylasa yanvarga o'zim otam olib ketaman dedim. To'g'risini aytsam, otam bu yil katta hojiga borib keldilar. Va bu yil o'tgan yil borib keldilar. O'tgan yil borib keldilar. Bu yil dada dedim, yuring yana bir duoingizni olib kelatsam, hozir meni bugun hal qilamiz deyaptilar. Men bormayman o'g'lim, o'zing ukangni olib borib kelaver. Ukam hali bilmaydi do'stlar. Ukamga niyat qilganman, ukamni birga olib ketishga. Alloh nasib etsa siz kim olib ketishga niyat qilyapsiz? Like qo'yib, kommentariyaga inshaalloh modamni olib ketaman yozinglar. Bu ijobat bo'ladi. Bir paytlar men ayolimni ham do'stimni, o'rtog'imni yaxshi ko'rgan bitta o'rtog'imni olib ketaman niyat qilgandim. Alhamdulillah, o'rtog'im bilan borib keldik. Birga borib kelganman. Yo'q pulga do'stlar. Kommentariy yozayotgan, niyat qilayotgan yozganda hech qanaqa pulim yo'q edi. Alhamdulillah, o'sha paytda pul ham keldi, o'rtog'imga ham imkoniyat keldi. Eng qizig'i bu o'rtog'im ayoliga ham pul topildi. U ham ayolini olib ketgan. Siz kim bilan ketishga niyat qilinglar. Endi 14 kunlik reysda 3 kun Madinada, qolgan kun nimada bo'ladi? Makka mukammal bo'ladi inshaalloh. Endi taomlar necha mahal bo'layapti? Xo'p, Oybek aka, Madina ham nima 2 mahal issiq taomlarimiz bo'lsa, Makka mukarramada esa 3 mahal milliy taomlarimiz bo'ladi. 3 mahal milliy taom. Milliy taomlar. Xo'p, endi yana bitta narsa, Centrum Holidays kompaniyasini, endi to'g'ri, Centrum Holidays kompaniyasida har xil vakillar bor. Kimdir vakilini olib ketib turib, mana internetda bir nima negativ chiqib ketadi. Suvga xatarlashtirib berishyapti, boshqa hech yo'q yo'q. Mana Oybek aka, siz misol kelib 50 ta bilet olsangiz, biz uchirib yuboryapmiz-da. Bunaqa rasmiy formadagi o'sha reklamani ham ko'rsa, Oybek aka, buni sana ko'rsatishga majbur bo'lyapmiz. Mana bu yerda oq mag'izli bo'lib qolyapti. Bizniki B mag'iz. Mashinadagi Centrum Holidays rasmiysi. Masalan, Toshkentda rasmiy ofis qanday bo'lsa, misol, mashin rangida hech qanaqa mag'izi yo'q, mashinadagi holatda bo'lsa, Centrum Holdaysda rasmiy o'zlariga degan bo'lasiz. Shunisi e'tibor berib qo'yishadi. Bilet olyapti, uchiryapti, bo'p Centrum Holdaysda hech nomi qora bo'lib qolyapti. Lekin o'sha narsalar qaddiy o'zi boshliqlar, ustimizdagi boshliqlardan tepaga chiqib aytishdiki, hal qilsang qil, bo'lmasa $1 million davlat aytyapti-da, $1 million litsenziyadan ichida minus qolganlar yaxshi boqamiz bizga. Masalan, $1 million tur litsenziyaga qo'yilgan bo'lsa, davlat qarab o'tirmaydi-da. Shunday o'zi shu pulda shunday minus qiladi-da, o'zi gostinitsa yaxshi gostinitsa olib chiqadi-da, o'zi yaxshi boqib qo'yadi. Keyin bizdan bilet olganlarga chiqdi-da, o'zlari tez uchib borishdi. O'sha narsani bir kunga qolmasa hal qilib qo'yishdi. Misol, bu lekin Centrum Holidays rasmiy ofisi emas. Endi bitta narsa, o'z do'stlar nima deb o'ylaysizlar? Umraga borgandan keyin bitta narsani bilinglar, men aqlli emasman. O'zlaring men fikrim to'g'rimi, noto'g'rimi kommentariy yozib qoldirlar. U yerga borganingizda savob qilgan savobingiz Madinada 1000 ga ko'paytiriladi. Madinada 1000 ga ko'paytiriladi qilgan savobingiz. Bu degani buni orqa tomoni ham bor. Qilgan gunohingiz ham 1000 ga ko'paytiriladi. Bir odam aytganda menga, agar Madinada yo Makkada gunoh qilishingni bilayapsan, sezyapsan,
iloji o'sha gunohni qilasan sen. Imkon boricha samolyotda olasan, piyodasan, qoch deydi, Madinadan qoch deydi. Chunki Makkada qilingan duo 10 ming ko'paytirilsa, gunoh ham 10 mingga ko'paytiriladi. Sizlar fikrlaringiz bo'yicha o'z kommentariy yozib qo'yinglar. Avvalo borayotgan, o'tda borayotgan hamma niyatingiz ijobat bo'ladi. O'sha yerda o'zi ijobat bo'ladi. Siz taomni qanday tanlashingiz, taomni nima qilishingiz, bu ham to'g'rimi, noto'g'rimi do'stlar? O'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Oybek aka, masalan, odamlar masalan 1100 $, masalan 1070 hech bo'lsa ham pul to'lab ketishyapti. Haqlari bor, so'ragani. Lekin bitta narsa bor. Hatto qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar, qayerga to'lov qilgan bo'lsangiz, o'sha joyga borsangiz, Centrum Holdings rasmiy ofisi, menga to'lov qilgan bo'lsangiz, mana mashmani ofisi. Misol, siz bitta odam uchun men bekim olib qochib oladigan inson emasman. Kelganingizdan keyin o'sha muammoni hal qilamiz. Ha, misol, hatto qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar, chunki hatto Rasululloh borlar. Dunyo kim uchun yaralgan? Rasululloh uchun yaralgan. Bu yerda misol oddiy bitta sahoba, sahobadan to'g'ri bo'lsa kerak, bir inson borgan, Rasulullohning xizmatida bo'lgan, bo'laman degan bir o'zbek borgan. Buni san juda ko'p odamlar eshitgan bo'lishi mumkin. Yana qayta bo'lib qolyapti. Xizmatni necha yil qilgan endi. Doligulga keltirib Rasulullohni oldiradi, pollarni artgan, boshqa qilgan, yurgan. O'zbekistondan bir yurtdoshlar borib qolishgan. Non berishganda nonni hidab turib, qanday non chirana O'zbekiston noni deganda, bo'ldi, shu degan xolos boshqa gap bo'lmagan. Uxlaganda, uxlab turib tushda Rasululloh kirganlar. Rasululloh kirib turib, sizga javob deganlar. Xizmatingiz tugadi deganlar. Ha, misol oddiy misol Madina munavvar turib, O'zbekiston nonni hidab tashladiganiga. O'sha inson, ha, misol hatto qatag'ini yomonlama. Yo, bo'lsa bunaqa ekan deb bo'lmaydi. Chunki hatto Rasululloh borlar. Biz ovqatlanganda bormayapmiz, atga. Shundan qattiq e'tibor berib, atga ibodatga boryapmiz. Atga Rasulullohni ziyorat qilgani boryapmiz. Sahobalar ziyorat qilgani boryapmiz. Makka da gunohlardan pok bo'lgani boryapmiz. Qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy, ovqat yo'qmi? Xo'p, sabr qiling. Boshqa narsa yo'q. Men band turib yurgan, boshqa turib firmadan ketsangiz ham. Masalan, bitta turib yurgandan keting demayapman. Buni shuning uchun ham gapirmayapman. Qaysi turib firmadan ketsangiz ham sabr qilib keling. 14 kun xolos. Tezda o'tadi, tezda ketadi. Bugun bordingiz, erta qaytib kelgan bo'lasiz. Kelganingizdan keyin ofisga keling. Nima bo'ldi? Siz va'da berdingiz, musulmoncha va'da berdingiz, munofiqmisiz, boshqamisiz desiz, to'xtab turing hozirda. Ha, endi keling. Menimdan va'da bo'lmadimi? Bo'ldi. Mana pulga rozimisiz? Mana shuncha pul qaytarib bera olaman sizga. Ha, roziman. Shu bilan olam guliston. Boshqa holan kelib urushing men bilan. Lekin atta qilmayman shu ishda. Do'stlar, chunki noshukrlikga kirib qoladi bu narsa. Avvalo sizga berilgan taom, sizga berilgan sharoitni bandasi berdimi yoki o'zi berdimi? O'shuning uchun o'tda siz aynan o'ziga chiqish imkoniyatingiz bor. Bandasiga sen unaqa yeysan, sen bunaqasan deyish kerak yo'q. Bandasini gapini kelganingizdan keyin o'ziga gapiring. Lekin o'tda siz avtorda egasiga, shuni o'ziga chiqib turib, nimaga menga shunaqa taom berding? Nimaga meni bugun shu taom bilan siylading yoki shunaqa sharoit bilan siylading turib, yaxshiroq siylab qilib bersangiz, alhamdulillah, Alloh nasib etsa, sizga yaxshi sharoit ham qilib berish imkoniyati bor. Chunki hammasiga sababchi tepaga nimaga qiling. Endi to'g'ri tushuninglar, qaysi ma'noda gapirayotganimni. Do'stlar, xudo xolasa 14 kunlik reyslarga mana yanvar, dekabrga narxlar aytildi. Alloh nasib etsa, bilet olinglar, balkim birga uchib ketishga imkoniyatimiz bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat.